Ой, кичкенем агрессивный видео болды енді. Уважаемый специальный гость Алымжан ака Заитов. Мана көріштік мана. Hayat. Мehmanға шақырыпты. Шуна яхшы, шуна чырайлы. Поддерживаю, конечно. Что уйгурскую мечеть в Ташкенте строите. Өзім чырайлық шықты. Яшла аңлыдыңла, біз Albatta, допуланы hamma киіп, была 3 май күні чоң гала концерт uyushtirib atmiz. Как можно сохранить культуру? Инчик сауал да. Enchik sağ ol. Uyg'urcha muzika bo'lsa, men boshqacha qabul qilmayman-da. Oxirgi 10 yillikda butun dunyo bilib ketdi bizni Uyg'ur ekanligimizni. O'zbek qarindoshimiz rolik chiqaribdi, kelin tushdi. Madaniyat markazi qarash kerak. Buni meri mundaq ekan. Нас Мухамов это когда это было? Ишек Курты, nima u? Какой крупный проект еще есть в Ташкенте, O'zbekiston? Kelishimning sababi shu edi-da. O'qinglar yoshlar, o'qinglar. Assalomu alaykum hurmatli aziz qarindoshlar. Bo'libmi O'zbekistonlik Uyg'urim? Mana bizningki dastlabki ko'rsatuvimiz boshlandi, mana podkastimiz boshlandi. Bugungi maxsus meminimiz, o'zimizning akamiz, o'zimizning qarindoshimiz, tadbirkor, председатель Уйгурского культурного центра города Ташкент, наш многоуважаемый специальный гость Алымжан ака Заитов. У него даже не просто человек с большой буквы, а вот реально прям с первой буквы алфавита у него. Алмака, ассаламу алейкум, хуш келіпсіз. Мана көріштік мана. Hayatda, ассаламу алейкум. Қандай келдіңіз? Алейкум ассалам. Рахмат, что пригласили. Mehmanға шақырыпсызlar. Cho'ng rahmat. Uzundan beri gapirishib yuradiq-ku telefonda qachon ko'rishimiz undaq deb, vaqtimiz bo'lsa deb. Mana bugun kunga nima qildik-ki? Yaxshi bo'ldi, juma kunga. Пятница 13 deydi mana. Astag'firullah dashkek, ro'zalar muborak bo'lsin Almaka. Tutgan ro'zanglar qabul bo'lsin. Sizlarga muborak bo'lsin. Chiroyli. Almaka bu yerga sizni chaqirganning sababi mana bizning jiq yoshlarimiz, mana o'zingiz ko'rdingiz, hozir Uyg'ur New Generation deb yo'g'on bir jamiyatlik ochganmiz, yoshlarimiz bor. Endi jiq bizning yoshlarimiz cho'ng akalarimizni, sizdagi akalarimizni tanmaydi. Biz endi taniymiz. Yosh vaqtimizda Almaka sizni qancha yildan beri taniyman. Buni shu yoshlarga sizni tanishtirishga, ko'z chiqarmoqda akalarimiz bor. Tepimizde akalarımız var, ruhsat berdigan, Xudoyim bersa, в будущем Xudoyim bersa 3 may kunlarida cho'ng konsertlar bo'ldi. Mana Almakalar reshat qilgan odamlar, Xudoyim bersa. Shu Almaka, shu Uyg'ur madaniyat markaziga kirish uchun nima sabab bo'ldi, qanday bo'ldi, endi qancha yillar kirgansiz? Asha kichikina bunday qisqa tarixlaringizni aytsangiz. Aşı momenti mush kamgacha kichikdan bo'lsin faoliyatlar bo'ldi endi Уйгурский культурный центр этим занимается, по-моему. И чем занимается вот это бы? Кратко бы рассказали бы. Было бы интересно для молодежи. Yaxshi. Men sizlar o'xshash yosh vaqtimda shu Uyg'ur markazini anglatdim. Uyg'ur markazi bor, bunday chiqyapti deb anglatdim-da. Lekin o'sha yoqqa qanday berib, xuddi shu savol, menga bu savol o'z vaqtida kelgan, o'ylanganman. Nim sabablanki hozir rahmatlik Halima Baratova shu ayol orqali markazga men kelib qoldim 2009-yil. Men o'zim asli arxitektorman. 97-yili men vatandan chiqqan Hibulla Hacım Abduqadir o'g'li 60lik bola, shuni bilan tanishib qoldim. Shu bola tadbirkor, cho'ng tadbirkorda. U bola endi bu yerda asosan baza bilan shug'ullanadi. Savdogarlik bilan-da. Mush Toshkentga joylasam, bir baza qursam deb maqsad qilganki, shu yerda biz bir tanishib gapirib qoldik. Meni arxitektor ekanligimni bilibdi. Shundan menga yordam bering, shuni siz bering bazani quraylik, ish birga ishlaylik deb taklif bergan. Men de ishimiz tanishdik, ko'rishdik. Shundan yana ko'katdi, men loyiha qildim. Loyiha qilib keyin ishimiz qurdik bazani. Uyg'ur baza qurildi. İpodromda. Не секрет там, да? İpodromda şöyle kichik baza qurdik. Shuning bilan mana 97-yildan beri mana shu vaqtgacha birga ishlab kelyapmiz. Hozirgi Abu Sahi mashina? Hozirgi Abu Sahi.
O vaqt kichik edi, hozir cho'ng bo'lib ketdi. Hozir zamonaviy bo'lib ketdi, qurishlar uzoqlar ko'rdinglar. Yo'g'on bo'lib ketdi, territoriyami ko'payib ketdi. Shuni zamonaviy bozorlarni qurdik. Hozir mana ko'rsanglar, shunday yaxshi, shunday chiroyli. Ya'ni qo'shimcha qurilishlarni qilyapmiz. Shu qurilishlarni qilayotganimda gipermarket quramiz dedikda biz 2009'da. 2009'da başladık. Şu vaqtida markazda Halima Baratova raisga qandaqdir meni kimdan anglab bilganmi? Shu qurilish qilib beribdi. U vaqtida Uyg'ur markazga Turkiyadan bir частный televideniye kelibdi. Toshkentdagi Uyg'urlarni qanday yashayotdi, qanday shuni kino telefilm qilayotganka. Dokumental film. Shunga Halima Baratova meni taklif nimaga debdi-da vaga. Rejissor. Ular birga kelishdi, ko'rishdik. Shu yerda qurilish qilyaptim. Shu yerda qurilishda keyin biroz qurilish ish jarayonini bir qator oldi. Kinoga. Shundan keyin men Uyg'ur markaziga oshiq bo'lib qoldim. Ko'p anlatdim. Keyin berib yuradigan bo'ldim, aralashib. Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan o'zimizning urf-odatlarni boshqa xalqlarga ko'kitish uchun, bundan tashqari yoshlarimizga ko'kitish uchun, yoshlarimizni davomlashtirish uchun ko'p narsalarni maslahatlashib yoshlarga nima qildik. Mana bugungi kunda oxirgi shu 5 yillikda, 5-10 yillikda yoshlar bilan ko'p ko'rishdim, mana sizlar bilan ko'rishdim. Sizlarniki oldinglarga qo'ygan maqsadlarni men anglab boqdim. Nihoyat yaxshi. Sababi bizniki Uyg'ur millatimizga mansub bo'lgan urf-odatlarimiz, san'atlarimiz, tillarimiz shularni davomlashtiradigan yoshlar. Shuni ko'p urinishlar bo'ldi. Bugungi kunda mana sizlar bilan ko'rishib men nihoyat bir xushal bo'ldim. Nihoyat bir cho'ng ishni boshlabsizlar. Buni men qo'shilaman. Rahmat. Поддерживаю, конечно. Nihoyat yaxshi. Xudoyim buyursa, o'tkazimiz Xudoyim buyursa. Mana Almaka bir savolda, men o'zim будучи сам Бектимирский, koreyskiy deyman. Shu mechitga 95-yili men o'qishga borgan. U chog'larda Ahmad Qari akamning o'sha qo'liga tushganda o'qish kichikdi-da u mechit. Naqol времянка. Там pechka была. Hozirgi darajada ko'rib men uni. Aqlim hayronchi. Shu mechit to'g'riliq, men bu tarixini kichikdan bo'lsin bilmayman, qanday nima bo'lganini. Shu mechit to'g'riliq bizniki qolgan yoshlarimizga, toshkentlik bo'lib o'zbekistonlik uyg'urlarimizga deb aytsangiz. Как это все процесс прошел, кто архитектировал вот это. Мелкие вот эти детали нам очень даже интересны. Потому что у нас среди молодежи есть и архитекторы тоже, ребята. Хотелось бы, чтобы услышать от ваших уст, как вы достигли до такого уровня, что уйгурскую мечеть в Ташкенте строите. Bu mechitning qurilishining sababi bunday bo'lgan. Zadim bir mechit qurildi-da. Shu mechitda o'zim bosh qo'ydim-da endi. Shu mechitni qurdim. Qurganda shu boya deb ketdim-ku, bulojim homiylik qilgan. Uni qurib bitagandan keyin, o'sha pochta bitirib bo'lgandan keyin bulojim chaqirib qoldi. Almakam Bektemir bir mechit baka ko'rib keling dedi. U ko'rib keling deganning sababi shu Bektemirlik bir bola bizlar ishlatdi, Rustam degan bola. Shu bolaniki cho'ng opisga, momizga. Keyin men bordim bu yoqqa, mechitga. Borsam boy sen degandek mechit, kichik mechitga. O'z vaqtida ashada mana 50-60-yillari ko'p Uyg'urlarimiz istaydi-da. Şinjan Uyg'ur Avtonom Respublikasi ashaddan chiqqanda ko'pchilik shu Bektemirda joylashib qolganda. Shu vaqtida bir xotellik ayolim joylashgan keyinga. Shu uyini sotmaydiganda keyin ko'pchilik mechit solamiz deb shu yerga nima qilganda ayol debdi, bo'pti men shu joyini beray. Mechit qursanglar, lekin ismini xotan qo'yinglar debdi. Lekin xotellik ayol ekanda u. Nomini qarang, tarixda qoldi. Shunday debdiki, shunlar ashtaq kelishib, shunlar shu joyni elib mechit qurilibdi.
mechit qurilganda hashar bilan qurilgan. U vaqtida endi unchalik ko'pchilik bo'lmagan bo'lishi mumkin. Keyin mana rivojlanib shu Bektemir'dagi Uyg'urlar ko'payib, hozir ko'payib ketgan vaqtda Uyg'urlar. Shu vaqtda Bulamajin berib ko'rib kelganda abal debdi-da, remont qilishimiz kerak, yordam bering degan o'xshaydi. Shuni men bordim, berib ko'rib keldim, lekin o'ziga yarasha, o'ziga xos, chiroyli, ixcham bir mechit bo'pti-da, chiroyli. Keyin qaytib kelib gaplashdik. Men qanday ekan, unday so'raganda, ya uning bunday yordam beradigan, remont qilgan hech nima yo'q ekan, lekin kichik dedim. U yerda hozir bizning jamiyatimiz ko'payib ketdi, yo'g'irib ketdi. Shuning uchun agar siz yordam bermadingiz, undan yangi mechit quraylik. Yo'g'aroq qilib. Shu yana elib shu odam homiylik qildi. Shu 0 dan boshlab 3 yil qurildi. 3 yil qurildi. Shuni topshirdik, hozir ishga tushdi. Shu boramni deb Echilishlar chiroyli bo'ldi. O'zim chiroyli chiqdi. Men o'zi arxitektura o'qiganman-da, arxitektura. Bu mechit qurilishidan oldin mana boy deb ketdim-ku, 30 yil bo'lib qoldi, bil ishlab yuramiz. Undan oldin Tashgebragor degan loyiha institut bor. Shu yerda ishlatdim. Ko'p cho'ng ishlarni qilganmiz. Mana shu Aqsaray bor-ku, oldingi prezidentimiz Karimov ishxonasi bo'lgan. Shuni biz loyiha qilib shuni qurganmiz. Ko'p metro charsuni qurganmiz. Mening ustozim o'ris deydi, Aleksandr Sashaka dedi. Ko'p qurilishlar qilganmiz. Mana hozir kelajakchi, mana kelajakda именно касающийся именно архитектуры, я слышал так, ну я в плане не слышал, я даже видел ваш план, там где-то у нас лежит, вы мне показали, насчет бюста хотел бы услышать, хотел бы узнать, кому это, в честь кого посвящено. Bugun kunda meniki shu arxitektura, endi me'morchilik deymiz-ku, arxitektura endi ruscha. Shu o'qishni o'qib tugatib, mana bugungi kunda sizlarga deb ketdimmi, shu Bektemir'dagi mechitni qurgan o'zim shu 0 dan oxirigacha hamma detallarini nima qilib qurib chiqdik-da. Shu ko'nglim rozi bo'ldi-da, shu действительно o'qiganim zoy bo'lmabdi deb degan. O'qinglar yoshlar, o'qinglar. Bugungi kunda mana o'zimizniki Uyg'ur millatimizga mansub Yusuf Hojib, Mahmud Qashqariy, yana boshqa cho'ng ajdodlarimiz bor, arboblarimiz bor. Shular qatorida Yusuf Hojib yozuvchimiz bor. 10 yildan eshib qoldi odamniki. Shu bir orzuyim bor edi, shu odamning haykalini qo'yish. 3 yil mobaynida shu odamniki haykalini qo'yish to'g'risida dokumentlarda jugadim-da. Bugungi kunda Allohga ming qatli shukri nasib qildi, bugungi kunda shu qaror chiqdi, shu haykal qo'yish. Bugungi kunda mana shuni shug'ullanyapman. Haykal Yusuf Hojibniki haykalini qo'yishga. Unimi bo'lsa-mu Toshkentning o'tirida Yusuf Hojib ko'chasi bor. Da. Agar bilsanglar, burun Turkman bozor bo'ladi, buzilib ketdi hozir o'sha kosmonavt, Janubiy kosmonavtniki haykali bor. Shuna yenida. Shu yerda bir yaxshi chiroyli maydon bor. Aylana maydon bor. Shu Yusuf Hojib ko'chasi tugagan joy bo'ldi. Shu yerga qo'ymoqchimiz. Xudoyim. Shu quruq keldi-da, siz bilan ko'rishga keldi. Loyihasini sizlar aytmadim-ku. Agar nima qilsa keyin ko'rsanglar bo'ldi. У yerda nima такой скверик, да, наверное, будет парк. Ya shu haykal bo'ldi, dam oldigan ya, fontan, o'tirib dam olib oromgohda. Oromgoh bo'ldi. Yaxshi. Xudo hamiz qo'llab quvvatildi. Shunday yaxshi ishini boshlabsiz deb rahbarlar, cho'ng rahbarlarimiz. Yaqinda yangi cho'ng bir ishni boshlaganda qo'ziq qaqildi-ku. Yaqinda qo'ziq qaqdik, azroq Qur'on tilovat qilib ishni boshladik. Xudo bersa yaxshi. Mo'ljal qachon? Xudo bersa bormiz открытие. Yozda Xudoyim bersa.
Bo'ldi ya, yoshlar angladinglar, hammamiz Albatta, hammamiz do'ppilarni chaqiramiz. kiyib, hammamiz chiroyli bir berib qo'llab-quvvatlab bersak, balki xushal Albatta. bo'ldi, hammamiz xushal bo'ldi, hamma Uyg'ur xalqi xushal bo'ldi. Butun dunyodagi, bo'libmi Uyg'ur O'zbekistonlik emas, butun dunyodagi mana qo'shnilarimiz, aytgan keldigan qo'shnilarimiz bor 3-may kuni. Ha, Qozog'iston, Unutmaymiz, Qirg'iziston. unutmaymiz, hurmatli tomoshabinlar, 3-may kuni cho'ng gala konsert uyushtiryapmiz. Mana Toshkent Uyg'ur madaniyat markazi kuchi bilan, bizning kuchimiz bilan, Generation'ning kuchi bilan, Uyghur New Generation'ning. Из-за этого просим вас всех, приходите на концерт. Cho'ng kontsert bo'ldi. Panorama, o'zinglar bilasizlar, u yo'g'on ya. Zulfiqar Zaitov boshlig'ida. Shu Zulfiqar Zaitov tuqqan emasmi sizga? Tuqqan emasmi? Одна фамилия. Одна familiya. Одна фамилия bilmaydim. Albatta bu chaqchaq. O'ziniki bilaman u bolni. Shu Xudoyim buyursa mana shu yo'g'on bir konsert uyushtiramiz. Lekin yaxshi ish boshladinglar. Men ayt xursand bo'ldim. Sababi ko'p narsada bizda yo'q-da. Gapni ochig'i. Ko'p narsa yo'q bo'lganda qanday? Mana bu san'atkorlarimiz biz bir cho'ng konsert qo'ydik. Mana bugungi kunda sizlar yoshlar boshlayapsa, ayt cho'ng ishda yaxshi. Ki muqam ish bo'yicha o'zinglar bilasizlar, Gulzara qizimiz bor, Gulzara. Bizlar mana zamonaviy san'atkorlar. Bu yaxshi-da, mayadagi Uyg'urlarimiz bilish kerak. Durust. Bizning san'atkorlarimizni. Burun agar sizlar anglagan bo'lsanglar, bilgan bo'lsanglar, burun shunday yaxshi cho'ng nimalarimiz bor edi. Ansambullarimiz bor edi. Raqs ansambullar, san'at ansambullarimiz, muqomchilarimiz bor edi. Endi u kishilar o'lib ketdi. Endi hozir mana sizlar boshlasanlar bo'ldi shu ishlarni. Durust. Mana bunda qilib qaraganda o'zi o'sha O'zbekistondan chiqqan nima deb anglagan edim. Именно plastinkaga yozilgan, ishki muqom o'sha yozilgan. Более эстрадный nima bilan ko'stib. Unda Shu ishlar davom Abdurim Ahmadi. Abdurim Ahmadi, Xolisxon. Ko'p artistlarimiz. Davomlashtirish kerak. U durust deysiz Almaka. Qilish kerak ekan. Yoshlarni qiziqtirish kerak uning uchun. Ularni qiziqtirish. Mana Qozog'istonda odam zo'rlansa bo'ldi. Sababi u yerda Uyg'ur maktabi bor-da. Uyg'ur maktabi bizda yo'q. Yoshlarga sizning maslahatingizmi? Как можно сохранить культуру? Язык. Asosan Nuriddin til bo'lsa, tilni bilsa, tildan kelib chiqadi-ku, keyin urf odatlarimiz, san'atlarimiz, boshqa nimalarimiz. Til masalan til bo'yicha nihoyatda bir gapni ochig'i ko'p, Inchik savolda bu. inchik savol ko'p vaqtda biz deb keldik. Bulto'g'idami? Bulto. Respublika Uyg'ur madaniyat markazi nomining bo'lsa kerak. Ekman Vilyamova degan qizimiz Uyg'ur tilini kursini ochgandi. Ko'pchilik yoshlar qatnashdi, nihoyat xushal bo'ldi, ko'pchilik xushal bo'ldi. Bir xil sabab bilan, nima sabab bilan keyin u to'xtab qoldi-da. Nihoyat xushal bo'lgan edik. Lekin hozirgi vaqtda ko'pdan beri shu masalani ko'taramiz, lekin amaliyotda qilolmayapmiz-da. Amaliyotda qilolmayotganimizning sababi yoshlarimiz to'liq qatnashishi kerak-da. Mundaq deganda sanoqli odamlar qiziqyotdi, ko'pchilik qiziqmaydi. Nima sababdan qiziqmaydi? Mana masalan men Uyg'ur maktabini bitadim. 10-sinf bitadim. Uyg'ur maktabi, Uyg'ur tilida. Mana hech qanday bir qiyinchilik bo'lmadi Uyg'ur maktabida o'qiganim. Mana men Toshkent 66-yil Toshkentga keldim. 76-yil Toshkentga kelib o'qiyman deb. Mana men yerda o'zbekcha o'rgandim, boshqasini o'rgandim. Mana bir qanday sen Uyg'urcha maktabda o'qidim degan birisi yo'q. Ya o'zimga bir qiyinchilik nima bo'lmadi. Mana o'qishlarni tugatib o'qiyapman masalan. Buning sababi borda Almaka. Nimaga desiz bizning endi turkiy tilimiz hammamiz bir xil-ku. Hozir mana misolga deb o'ylaymanki, mana tilga kelsak, mening shaxsiy fikrimda Qozog'istonda aytganda qozoqlarning tili bilan Uyg'urlarning tili bilan o'zbeklarning tili bir xil. Boshqa men o'ylaymanki, ko'plari adashtirib, so'zlarni adashtirib, mana biz xeyli so'zlaymiz. Хотя mesela bu Qozog'istonning nimasi, vaspitaniyasi. Ya bu gapimga qo'shilmaydi. Sababi o'zbek tili nihoyat yaqin.
Nihoyat yaqin. nihoyat yaqin. Ko'p umuman butun urf odatlarimiz, san'atlarimiz hammamiz o'xshash. To'ylarimiz o'xshash o'tadi. Biz qanday o'tkazsak, o'zbeklar ham shunday o'tkazdi, o'xshashda, tilimi yaqinda. Boya san degandek qozoqlar tili boshqacha, uyg'urlar tili boshqacha. U yerdan sal nima. Lekin hozir boya deb ketdimmi, uyg'ur maktab tugatdim deb. 7 qozoq bola. Shuningdan 2si o'g'il, qolgan qizlar. Uyg'ur maktabini tugatishlar. Shu vaqtida. Siz Uyg'ur rayonidan Uyg'ur rayonidan. Almut oblast Cho'ng'aqsuv degan. Shu yerda maktabni tugatib 76-yil kelgan. O'qimadim. Qiziq demenda shu buni yoshlarni qanday как вот их привлечь? Mana допустим tilimiz bir. Metro yashayotgan biz o'zbekistonlik uyg'urlar tilimiz bir. Как их можно привлечь? Mana har bir oilada masalan baribir masalan men uyg'urgu uyda oddiy bir nimani olaylik, o'sha san'at bo'yicha muzikani olaylik. Uyg'urcha muzika bo'lsa, men boshqacha qabul qilmayman-da. O'zimga. Boshqa tilda bo'lsa, u boshqacha u. Shuning uchun uyda shu Uyg'ur tilini, biz Uyg'ur ekanligimizni his qilib, shu oilada shunday bo'lib chiqishimiz kerak-da. Shu vaqtda chatda masalan u ani ko'rib, buni ko'rib, yo'q, bizda Uyg'urda mandaq deb nima qilibdi. Lekin hozir zamon endi hammanimiz zamon bundoq desak bo'lmaydi. Lekin zamonimiz rivojlanib kelyapti-da. Shuning bilan birlikda yoshlarimizni o'zgarib kelyapti. O'zgarib kelayotganda hozirgi yoshlar boshqacha tarbiya, boshqacha rivojlanyapti. Fikrlari boshqacha. Bizning vaqtidagi nimalarimiz, ko'z qarashlarimiz boshqacha deydi. Durust. Shuningga biz baribir yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Lekin ko'pchilik yoshlarimiz bor, shu intiladi, bilgisi keldi. Mana oxirgi 10 yillikda butun dunyo bilib ketdi bizni Uyg'ur ekanligimizni, Uyg'ur xalqi bor ekanligini. Burun gapni ochiq bilmadi uncha ko'p. Durust. Hozir endi men 2016-yilgacha bilmadi. Batdim meshatda. Bir tarafdan mo'nliqqa telefonga bir tarafdan rahmat desak bo'ldi. Shu telefon orqali ko'pchilik bilib ketdi. U bu yerda tilimiz, nimamizdan tashqari bizning tariximizmi shu telefon orqali nihoyat ko'p narsalarni yoshlarimiz bilyapti. O'zimizmi biladi. Mana masalan men o'zim bilyapman. Mana hozir 70 ga kiray deb qoldim. Ko'p narsalarni bilmadim. Mana shu telefon orqali telefon o'ynaydigan, telefon yomon bundoq deymiz-ku, lekin bu yerdagi ma'lumot, axborot nihoyat cho'ngda. Plus ham bor deysiz-ku. Tez rivojlandi, tez yetib keldi. Biz oldingi tarixlarimizni, ko'p tarixlarimizni masalan men bilmayman. Gapni ochig'i. Yoshlarimiz tem bo'lib bu nim orqali bilyapmiz-da. Ну вот чтобы в них же надо же это разбудить demanda. Что вот в них это разбудить. И вот еще один вопрос. Men bilmayman, siz ko'rdingizmi, jiq roliklar chiqyapti bizning именно madaniyat bo'yicha, madaniy bo'yicha mana ko'rdingizmi bizning qarindoshimiz, o'zbek qarindoshimiz rolik chiqaribdi, kelin tushdi. Ko'rdim. Men endi bo'pti, mayli qiziqdi. Biroq men критически я смотрю на эту сторону, потому что там многих вещей на самом деле нет у нас уйгуров, не делают же так. Зачем это представлять, потому что это же другие видят. И думают, что мы... Barakallah, boyaqa degan ilmlarimizda хотелось бы с вами обсудить, потому что uningga qaraydigan men o'ylaymanki, madaniyat markazi qarash kerak. Ular birinchi o'chirsidagi berib ko'rsatish kerak. Buni chiqarsak bo'lmamdi. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Durustmi, durust emasmi? Intayin durust. Yo'q, buni meyri bundaqga. Bundaq supuglar beliga ya bo'lmasa uyga kirib tarelka qochib qumishlar bilan cho'klar bilan salomlashmaymiz biz. Undaq bizda yo'q deydigan odam bo'lmadi. Men aslida kichkina такой kichkina agressivniy video bo'ldi, endi xafa bo'lmaysizlar tomoshabinlar. Yo'q, to'g'ri gap qilasiz. To'g'ri ko'kitish kerak. Har bir millatni, har bir hozir bu yerda sal bizning millatimizga mansub bo'lgan narsalarni bir undaq kamsitish yo'lida bo'lib qoldi-da. Bizda undaq supugini qo'yib, undaq narsalar yo'q bizda. Cho'q undaq qilgan. Salomlashadigan. Endi bular shu noto'g'ri ish. Shu durust emas-ku deb o'ylayman-da. Hozir men bizmi chiqib boshqa millatni undaq ko'rsatsak, bu durust emas. Men yaxshi emas.
bu hozir sening savolingga men qo'shilaman. Uni ma'lum bir darajada ma'lum shu nimalarimiz ular so'rash kerak deydi bilmagandan keyin. Bilmagan narsa nemishga chiqardi. Keyin biz ko'rib, mana sen ko'ribsan mana. Ha, ko'rdim, Bu yetib keldi. sana menga ko'nglimizga tegdi, bu bo'lmagan narsa, yo'q narsa. Yaxshi emas-da bu. Endi даже bo'lgan burundan bo'lgan taqdirda endi biz Uyg'urlar тengриятство мы прошли, да, буддизм прошли, да, еще христианство прошли, еще что какие-то религии прошли, в итоге в исламе, да, мы, ну ладно, религии три, ладно, какие-то традиции, может, были, в каждой культуре есть свои традиции, допустим, 12 мукамов, это когда это было, да, мысал, әрбір өзінің неменеке, милләтінің өзінің традициясы бар, даже бұрын болған тақдырдың азыр біз әміз мұсылман деймін да, уже... Sen Nuriddin to'g'ri deysiz. Har bir nimeniki o'zining davri bor. Har 100 yilda, har 50 yilda emas, har 100 yilda o'zgarishi mumkin. Mana biz endi hozir 100 yil bo'lmay 70 yildan keyin mana mustaqillik O'zbekiston mustaqil bo'ldi, o'zgarib ketami narsamiz. Mana sizga bir savol. Konkretno bir uyg'urskiy savol. Eshak qurti nima u? O'ris tilida eshak qurti. O'ris tilida? Ha. Eshak qurti, bilamsiz ashta насекомый bor. Yo. Angiz eshitgan bolni, eshak qurtini mejib, quloqlariga u burundan traditsiya bo'yicha bu meditsina deyaptilar. Ha, men hozir sen o'ylab Makritsa, обычно makritsa. Bizni davrda qo'ymoq shu eshak qurtini ezib, aralashtirib Angiz ish ketdi deb maylatdi-da. Ha, durust qilmadi. Bu meditsina. Hozir unda qilmaydi, u darmanda shunda aytma. Hozir unda yo'q. Bo'lmasa ekologiya hozir действие chiqib nima. Unda bir traditsiyalar bor. Traditsiya deb qarasak yomon jiq nurg'un. Bu do'ppi to'g'riliq yomon jiqlari mudaydi bu. Nimishki bundaq do'ppini bundaq kiymaysan, bundaq kiysizlar deydigan bir savollar bor. Endi u это уже отдельный разговор, но у каждого своя легенда, да, у каждой своей нации. Siz mana Almaka mana Uyg'ur madaniyat markazida qanaqadir bir ilhom berdi-ku sizga. Помимо того, что уйгурская кровь кипит, ну еще что-то же вам какое-то вдохновение дает. Вот, допустим, столько много строите, да, столько архитектуры сделали. Помимо Узбекистана, по-моему, у вас еще в других странах тоже вы отношение какое-то имеете по своей профессии, я так думаю, да, благодаря Аджиму там еще. Вот я хотел чего узнать. Дальнейший у вас, помимо бюста, какой-нибудь крупный проект еще есть в Ташкенте, в Узбекистане? Вообще что-нибудь задумываете? Вот, допустим, Каранда, Азербайджан. Это тоже можно тронуть вопрос, может быть, даже и обратитесь. Видели Корейский культурный центр? Какой они концертный зал сделали, где молодежь занимается, где они там собираются, не забывая свою культуру, говорят на своем языке, учатся писать и читать. Потому что нынешние наши советские корейцы не умеют этого делать. Почему у нас, не почему, а можно ли этот на следующий какой-то ваш, поставить этот вопрос? Хотя бы просто для галочки знать, что можно сделать такое, чтобы это осталось в истории Узбекистана. Чтобы у нас был свой концертный зал небольшой. Bu мәселені нағайт тоғыр көтедің, Нұрдың. Білген болсам кәметтім да. Yo'q, sen bunu bilib көтедіңmi bilmayman, lekin Ке қалды. Menada proyekt bor. Sergelida o'z vaqtida joy ajratgan deydi. Halima Baratova paytda. Shu vaqtda Adliya vazirliginiki raisi bilan ko'rishib, Halimadan masalani ko'tarib, shuningga dabivasi qilib, o'sha Sergelini yog'agan deydi. Meningda loyiha bor. Loyihada qandaq bayqasan deganda konsertni zal, krujok, har xil milliy klassni bizni o'qitadigan. Shu o'zimizning millatga tegishli ko'p narsalar shu yerda. Muzeylarimiz, bibliotekalarimiz hammasi loyiha qilingan. Meningda bor u. O'z paytida shu masalani ko'tarilgan deydik. O'sha yana ajratdi. Nima sababdan bu joyni setilib ketdi-ku, biz ulgurmay qoldik. Shuning bilan qiyib ketdi. Meniki shu markazga kelishimning sababi shu edi-da, Uyg'ur madaniyat markazini qurish dedi. Buni boyaqi hamkorlar bilan gaplashganda bo'ldi, ishlar qilaylik degan. Hozir sen to'g'ri deding. Koreyslarnikini ko'rsang shunchalik odam zo'rlagan keldi, shunday chiroyli. Xuddi shunday qilmoqchidik.
bizda endi uningga o'zing bilsa ko'p iqtisod kerak. Lekin buni to'xtatishimiz kerak emas. Buni amaliyotga chiqarishimiz kerak. Mana Xudoyim buyursa, ma ishlarimizni tugatsak, uningga qo'l ursak bo'ladi. Masalan. Bo'ldi. Hozirgi zamonda, hozirgi shu O'zbekistonda mana qanchalik biz yashab ketyapmiz, mana yangi rahbarimiz. Yangi rahbarimizning ko'z qarashi nihoyatda bir cho'nqur, sababi bu yerda 130 ga yaqin millat yashaydi. Har bir millatniki nimasini u odam ko'taryapti-da, masalan. Shunday yaxshi imkoniyatlar shunday beryapti. Shulardan foydalanishimiz kerak. Shuni foydalanib mana yoshlarimizga, mana sizlar kelajagimizda biz shuni boshlab qo'ysak, oxirin sizlar chiqasizlar, keyin sizlardan keyin yana yoshlar endi shunday bo'lish kerak demoqchiman. Qanday endi davlatimiz bo'lib qoladi. Shunday yaxshi bo'ladi. Lekin mening armonim shu. Men o'z vaqtida nima yezib ketdim. Agar nima qilsa keyin desam o'qiysizlar. Mening armonim shu deydi. Yaxshi. Bir kitob boshlab qo'ydingizmi? Kitobingiz bormi o'zingiz? Boshlab qo'ydim shuni. Endi boshladim. Xudoyim bersa. Jiddiy. Endi Uyg'ur markazida shu ko'p ishlarni qildim endi ularni. Ko'p ishlar bo'ldi. Uyg'ur markaz nimadan iborat masalanchi? Quruq bir bir tadbirga qatnashib, Uyg'ur usullarni o'qiyapmiz, Uyg'ur tilini qo'yib, bu yerda unday emas. Uyg'ur millatimizniki bizniki nimalarni ko'tarishimiz kerak. Yozuvchilarimiz bor, rassomchilarimiz bor, olimlarimiz bor. Shularni paydash qilamiz. Shularni ko'ksishimiz kerak, shularni tonishtirishimiz kerak. Ular qilib ketdi hozir. Hozir ko'pchilik nimaga berilib ketdi hozir? Voy, oyat oshxona ichilib lag'ma yeb kelamiz. Mana unday emas. Sen lutchani chaqir, tarixchini chaqir, yozuvchini chaqir, olimni chaqir, shular bilan suhbatlash, ular bilan gapirishib bizning millatimizga tegishli narsalarni ko'tarish kerak ular. Durust. Ularni ko'tarishimiz kerak. Kelajakda yoshlarimiz masalan nim bilan faxrlandi. Voy, oshxona lag'mon baka, bular qilib ketdi bu tarixchilar. Yozuvchilar qilib ketdi. Ko'zga bo'lyapti hozir. Shularni ko'kishimiz kerak biz. Tadbir qilishimiz kerak, tonishtirib yoshlarni. Masalan, uning uchun men deyman, gapingizni bo'lyaptim Almaka, men o'ylaymanki, uning uchun mashrab bo'lish kerak bizda. Bizda mashrabni hech kim rostini desam, endi o'zingiz bilasiz, Uyg'urlarda eski bir so'z bor, mashrab ko'migan degan eski so'z bor. Любой axaq kishiga mashrab ko'migansan, ko'migan yomon agar to'g'ri tushunsa eg'ir keldi. Mashrab ko'rgan odamga eg'ir keladi. Ko'migan odamga baribir cho'z qiladi. Из-за этого bizda в первую очередь мы должны сами себя воспитать, я так думаю. Да. Если каждый человек с себя начнет, я думаю, что мир станет намного добрее и светлее. Я думаю, Almaka из-за этого... Да. Bizning tilimizni unutib qo'yapmiz hozir. Mana men bo'pti, men rus maktabida o'qiganman, sal ozroq qiynalmaychi men. Hozirgi yoshlar-chi, hozir вообще so'zlashmaydi. Bilmaydi, so'zlashni bilmaydi. Hozir meni olishimcha mana Senon Yeshan qatorliq olimlarimiz ko'p. Qizlarimiz bor, o'g'illarimiz bor. Mana shularni yig'ish kerak. Shularni yig'ishib bir suhbatlashishimiz kerak. Zamon qarab ish tutishimiz kerak, bir narsani qilishimiz kerak. Просто так emas demoqchiman-da. Bir vaqt o'tkazadi. Hozir mana Xudoyim bersa sizlar mana shu narsalarni organizatsiya qilib, mana hozir ish bo'lmagan shu konsert qilib, mehmonlarni chaqirib Qozog'istondan mashta qilib, mayadagi Uyg'urlarni kichkina tonishtirib, nima qilmoqchilar. Shundan boshlandi. Undan keyin boshqasi masalan, mana oldimizda nima o'tdi? Rassomchilar nimasi? Hudojniklar hammamiz kelib, qanchalik chiroyli qilib, qanchalik hamma yoqdan keldi hudojnik. Undan keyin 10 qilmoqqa mana Gulzara o'tkazdi, shunday chiroyli o'tkazdi. Hamma yoqdan keldi. Mana bo'ldi ekan-ku. Mushtaq qilish kerak-da. Mushtaq qilish kerak. Yo'g'onroq, cho'ng'aroq. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ya, undaq kim qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Rost sen shu ish bilan shug'ullanamiz, seni yo'llashimiz kerak. Intayin durust deb o'ylayman, men bu shu Almakam so'ziga qo'shilaman. Hozir yangi zamon keldi, hamma narsa zamonaviy bo'lib ketdi. Hozir cho'klarni evitib, vilkalarga o'tiringlar, hurmatli qarindoshlar. Chaqchaq albatta, chaqchaq. Hurmatli aziz qarindoshlar, asli mana yakunlaymiz deb o'ylayman. Almaka, siz o'zingizning niyatingizni yoshlarga
o'zingizning maslahatlaringizni shu endi ben 5 yilda o'tib ketdik, ya'ni alaytan передача yazmiz polniy versiya qilibchi 1,5 soatlik 2 soatlik balandchidan jiq so'zlar bor ekan, Alim aka o'zingiz bilasiz. Ana shu bizning yoshlarga o'zingizning tabrik so'zlaringiz nima? Bahar kelyotdi. Endi men yoshlarga tilaydiganim Nuriddin boya deb ketdim, nihoyat xursand bo'ldim. Azroq bir nimadan boshlash kerak-da, mana bugun boshladingizlar. Xudoyim bersa, bu yo'q endi boyaqa deb ketgandek ko'p narsalarni nimaga ochiqsanlar bo'ldi. Men yaqinda Olmaotada bir nihoyat stadionda cho'ng bir konsert bo'ldi. Agar ko'rgan bo'lsanglar. Artur qildi. Artur. Chaqirdi, bizni chaqirdi. Artur. Mening yana bir nimam shu bizniki nima bor-ku? Stadion. Xuma. Shu yerda xuddi shunday qilish kerak. Shu Artur bilan Arturni chaqirib maslahatlashib, mana sizlar yoshlar manglar. Bir cho'ng bir ashada bir nima o'tkazsa, yana bir nima bo'ldi-da bizga. Endi sizlarga tilaydigan sog' salomat tilayman, Ilohim. Mushu rejalaringlardan qaytmanglar, to'xtamanglar. Men bo'lsam qo'limdan kelgancha yordam beraman, qo'limdan kelgancha. Birga bo'lamiz. Endi bizning ishimiz qoldi, baribir sizlarga o'tkazishimiz kerak yoshlar. Shuning uchun kelajakda ko'p rejalar bor. Shularni amalga oshirsanlar, boy deb ketdim-ku. Mushu taraflardan bizniki olimlarimiz, nimalarimiz, tarixchilarimiz hammasi hozir chet elda. Chet eldan bir-birlarini daqmoqda. Mana shularni yig'ish kerak, 5 ni bir qilib, qandaqdir bir tema, qandaqdir bir nimani ko'tarish kerak. Shu vaqtda yoshlarimizga tvorческий вечер, yoshlarimizga ulgu bo'ldi-da. Atak hozir yoshlarimiz hech qaq bormi? Bog'simi shu boshqa millatniki nimalari bor? Kurjok, undaq san'atlar. Shularga bordi. Bizniki yo'q. Shuning uchun qilish kerak. Boshqa men o'ylaymanki, bu yoshlarni qiziqtirish uchun mana shu sazga qiziqqanlar, yo to есть sazandilarmi, yo bo'lmasa nimalar, художникlarmi, ashula qiziqtirish kerak. То есть, вернее, они должны смотреть, faxrlanib, mana biz sizni chaqirganimizning sababi, yana bir sababi sizga qarab, o, biznesmen, архитектор, такие огромные рынки, как Абу-Сахи построил, такие большие мечети, как Хотан построил, да, уже люди знают о вас. Еще такие большие, ну, то есть бюст ставите, да, Юсуп Хасхаджиға, да. Шуны біліп, яшылар сізді көріп, пақырынылып, егешіді, ершіді. Шуны сіләні көстішіміз керек біздің. Бары баяқы деген гәплер. Да, молодежь показать, что очень много целеустремленных у нас бизнесменов, уйгуров. Ro'za nihoyat yaxshi kun. Ro'za paytda uchrashib qoldik. Ro'zam az qoldi. Chiqib ro'zalarni chiroyli o'tkazib olinglar. Uydagilarga salom beringlar hammasiga. Uning bilan tabriklayman. Yanimiz oldimizga kelayotgan ayom bilan muboraklayman, sog' salomat tilayman. San'atinglarga san'at qo'shilsin. Yanada rivojlantiringlar. O desa burun Uyg'ur nimasi Toshkentda deydi, sentr. Hammasi o'ylaydi. Hozircha o'ylaydi ko'pchilik. Yoshlarimiz e'tibor bermagan bilan o'tira yoshlarimiz o'ylaydi shu Toshkentda. Shuni biz yana ko'tarishimiz kerak. Sentr bo'lishi. Albatta bo'ldi. Loyim, sizlarga shu tilagim shu. Rahmat aka, Alman aka kelganingizga, sizga omad ishlaringizga. Sizlarga rahmat. Rivojini bersin, Xudoyim. Taklif qilganlar uchun. Самого вам наилучшего. Rahmat, cho'ng rahmat Alman aka. Rahmat. Всем пока.